Diqqat! Ushbu video material faqat ko'ngil ochish uchun mo'ljallangan. Biz kimdir yoki nimadir haqorat qilmoqchi emasmiz. Hozir menda 100 ta obunachilar bor va biz bekinmachoq o'ynamoqchimiz. Agar siz ularga qo'shilib bir bo'lsangiz, demak siz bema'ni gaplarni yig'ishtir. Nima? O'yinchilar hali bilmaydi. Yutgan odam sirli sohaga ega bo'ladi. Hamma tayyor bo'lsa, unda bekinmachoqni boshlaydi. Sizda 2 minut vaqtingiz bor. Kimdir mana bu yerdan chiqarsin. Voy, ishtoningni qo'lingga olib qoch. Hoy, biz bekinmachoq o'ynayapmiz, qo'llashmachoq emas. Bilasanmi, senda qanaqadir reja bormi? Men umrim davomida o'qiyman. Ha, aytgancha, mening ismim Rustam. Qani unda boshladik. Men o'ylaymanki, bittasini topishga ulguraman. Mana topdim. Agar beni o'ldirmasang, men senga topishga yordam beraman. Aha, davay. Mayli, hozir orqamdan yur. Ana mana bu yerga. Rahmat. Bo'ldi, chiqinglar. Mana bu yerda ham kimdir bormi? Men bu yerga qisilib qoldim. Ishonmayman. Mayli, mana bu ovozimizni o'chirmasak hozir mana bu Grox kirib qoladi. Men Groxni eshityapman. Nima bu? Ortiqcha shovqin chiqarma. Mana topdim. Bam. Hay, Grox, o'zingni bos. Men seni va Pikuzni hurmat qilaman. Yaxshi. Demak, seni hozircha o'ldirmay turaman. Menimcha, bizni Grox bu yerda o'tirganimizni ko'rmadi. Hay, Grox, menda reja bor. Qani bo'la qolinglar, sizlarda bitta gap bor. Agar siz ularga qo'shilib bir bo'lsangiz, hay, bema'ni gaplarni gapirma. Nima? Axir uni aybi yo'q edi. Nima, seni ham aybing bor? Bu yana nima bo'ldi? Hozir siz bu yerda ko'rinmayapman deb o'ylayapsizmi? Hoy, meni do'stimni o'ldirmay hech bo'lmasam. Agar o'z xohishingizlar bilan chiqsangiz, men sizlarni o'ldirmayman. Hoy, mana bu yerda tirancha nima qilyapti? Yarim soatdan shag'ib pichir qiladi, eshitmayapman deb o'ylaysanmi? Hoy, Sivit, qayerdasan? Grox, qochib qol, Grox, qochib qol, tog'dan tushyapti, tog'dan. Men bir nimaga tushunmadim. Nima hamma vaqtni qilding? Hoy, Sivit, seni reja ish bermadi-ku. Xo'p, unda keyingi reja bunday bo'ladi. U bizga kelsa, siz qochamiz. O'zi meni tushundingizmi? Onangni yur. Qo'lga tushdingmi? Hoy, shoshma, men senda bitta gapim bor. Yo'qolay, tirancha. Shu yerda ekansan-da. Agar 30 soniya bo'yida yashinmasanglar, tezda joylarini almashtiringlar. Sizlar ko'rinib boshlaysizlar. Xo'p, qani ko'raylik-chi. Sen meni eshityapsanmi? Dahojon, tushligim bilan. Grox, meni o'ldirma. Hozir men bilan bitta jang qilib ber. Bo'ldi, mana sen bilan urushayotgan odam Switch keldi. Davay urushamizlar. Davay. La'natiya, qoyil, o'ldirib qo'yding-ku. Shoshma, Grox, men tiqilib qoldim. O'yinni boshdan tiqilib qoldim. Senga bitta taklif bor. Meni ammamda xolasini qizi bor. O'sha qiz senga to'g'ri kelmaydimi? Yo'qolay. Qarochi, endi mana bu kitobni bu sentrga qo'yib ketaman. Endi qaysidir odam buni olib ichiga ism yozsa, o'lgan odamini va o'sha odam qaytib tug'iladi. Meni kimdir ismimni yozdi shekilli. Bu yerdan chiqib olayapman, bo'laman. Tushunmadim. Nima dedi? Grox, qo'rqyapsanmi? Sen uni otib tasha, oldingda turibdi. Mayli, men orqaga qarab sanagunimcha sen ko'z oldimdan daf bo'l. Mayli, 3 4 5. Hali ham aniq bo'lmadingmi, tirancha? O'zicha bitta 10 ta mol bash yashini bo'ladi. Tushunmadim. Men seni ko'rib olishim kerak. O'zi u yerga qanday qilib chiqib qolding? Ko'ryapsan mana bu yerdagi narsalarni. Yaxshi. Axir bu yerda bekinayotgan joy bor-ku. La'natiye. Borgan sari bizni chegaramiz torayib boraveradi. Tezroq qochinglar, bo'lmasam o'lib ketasizlar. To'xta, sen meni ko'rmayapsan. Men esa shunchaki qochyapman. Qoch, ishtoningni qo'lingga ol. Voy, muncha so'kyapsizlar, bo'pti, uzr, Grox. Biz o'zi Grox bilan shunday hazillashib turamiz. Yo'q, keyin yana 2 kishini o'ldirsam, bemalol tashkillashtirsam bo'laveradi.
Yo'q, men bir narsaga tushunmadim. U qanday qilib tushib qoldi u yerga? Sen rostdan ham meni shu yerdan qidirmoqchimisan? Mayli, unda ko'ramiz, qanday topar ekansan. Mana shu yerdan tushib qidirishim kerak. Topdimmi? Endi hamma 4 kishi qoldi. Qani bo'la qolinglar, hamma maydonga chiqsin. Bo'ldi, endi urushish boshlandi. Menga neziritli qilich bera olasanmi? Ha, albatta, mana. Sen nima xohlaysan? Aytdim-ku neziritli qilich deb. Mana neziritli qilich, 2 kishi o'sha neziritli qilichi bor. Sizlar nima xohlaysizlar? Menmi? Bo'ldi, Grox, xohlagan narsamizni so'raymi? Mana. Voy, xo'ram, mayli berdim. Agar siz ham meni kanalimda ishtirok etishni xohlasangiz, Pikus kanaliga obuna bo'ling. Endi davay, boshlandi. Boshlangandan keyin o'sha hamma birgalikda urushyapti va hozir Vardan yutmoqda. Urushyapti hamma. Xarosh, yaxshi urushyapsizlar. Va 2 kishi urushyapti va bu yerda yes Davron yutib chiqdi. Lekin buni o'ldirishing kerak, Davron. Davay Davron g'olib va bizning sovg'a Davronga berilar ekan bo'ldi va bizning sovg'a. Voy, rahmat Grox, rahmat. Pikus kanaliga obuna bo'ling.